Tashabbusli budjet loyihasi aytish kerak, qisqa vaqt ichida keng jamoatchilikni birlashtira olgan, aholining moliyaviy savodxonligini oshirib, budjet mablag'lari sarflanishida ishtirok etishlari uchun imkon beradigan ijtimoiy loyihaga aylanib ulgurdi. Eng muhimi, ushbu tashabbus doirasida hududlar qiyofasi yangilanib, aholi uchun qulay infratuzilma yaratilmoqda. Loyihaning joriy birinchi bosqichida Boysun tuman markazidan ancha olis masofada joylashgan Munchoq mahallasidagi Ichkari Panjob ko'chasining 3 kilometr masofaga yaqin qismi ta'mirlanib, asfalt yotqizilgan bo'lsa, mavsumning ikkinchi bosqichida Ko'chkak mahalla ahlining ham ko'p yillik orzusi amalga oshdi. Bu qanday orzu ekan deysizmi? Albatta, yo'l masalasi. Mahalladagi hokim yordamchisining so'zlariga qaraganda, ushbu mahalladagi hech bir ko'cha shu kunga qadar asfalt qilinmagan ekan. Bir necha 10 yillar davomida keksayu yosh, tuproq va loydan iborat notekis ko'chalar bo'ylab harakat qilishgan. Bugun esa manzara tamomila boshqacha. Ikkinchi mavsum doirasida biz 1,5 milliard so'm tashabbusli budjet doirasida mablag' yutib oldik. Shundan 3912 metr yo'limiz asfaltlashga erishdik. Men shu mahallaga ish faoliyatimni boshlaganimda mahallada juda infratuzilmamiz yaxshi ahvolda emasdi. Bu yerda bir odamning uyiga borib tadbirkorlik qil deyishga odam qiynalardi. Bu yo'l muammosi, yana qandaydir muammolarni vaj qilardi. Biz shu yo'l orqali yoshlarni birlashtira oldik. Yoshlar, nuroniylar birgalikda harakat qildik. Mana shu 3 mavsum yo'l uchun 3 mavsum tashabbusli budjetni yutib oldik. Va bu doirasida 10 kilometr yo'limiz asfaltlangan. Bundan xalqimiz juda minnatdor. Farzandlarimiz hozir maktablarga bemalol qiynalmasdan kela oladi. Hozirgi mana shu ko'rib turgan yangi yo'limiz orqali hududimizga infratuzilma kirib keldi. Endi tadbirkorligimiz yanada rivojlanadi. Ushbu mahallaga bundan ko'p emas, 2 yil avval kelgan kishi bugun uning qiyofasini ko'rib ochig'i tanimaydi. Chunki tashabbusli budjet loyihasi doirasida ko'p yillardan buyon yechimini kutib yotgan yo'lsozlik masalasi ijobiy hal etildi. Jami 1 milliard 500 million so'mga teng yo'l ishlari bajarildi. Bilasizmi, mana shu yo'llarga biz katta bo'lganmiz, mana shu ko'chalarga yurganmiz. O'sha yoshlik davrimizda o'yin-kulgi qilib she'rlardan maktabga borib kelar edik. O'sha davrlarda bizning davrimizga bu ko'chalar toshloq ko'chalar edi, loy changga botgan ko'chalar edi. Mana shu loyiha asosida birin-ketin mahallamiz ko'chalari asfalt bo'lib boryapti. Va bu asfaltni endi bu orzuyimiz edi, necha yillik orzuyimiz edi. Mana biz orzuyimizga erishdik bu asfaltga. Mana bugungi kunda biz o'zimiz ham va mana yoshlar, kelajak avlod ham juda chiroyli mazza qilib ravon tekis yo'lga yuryapti, ham qishga yurishga ham juda ma'qul bo'lyapti bu. Ma'lumotlarga ko'ra, tashabbusli budjet loyihasining joriy yilgi birinchi mavsumida Boysun tumanida jamoatchilik fikri asosida 12 ta loyiha g'olib deb topildi va jami 12 milliard 106 million so'm mablag' evaziga bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Ikkinchi mavsumda esa 9 ta loyiha uchun 10 milliard 800 million so'm mablag' ajratildi. Shundan 6 tasi maktabgacha va maktab ta'limi yo'nalishiga oid. Xususan, bir vaqtlar o'qituvchi uchun ham munosib sharoit bo'lmagan 5-maktab binosining tashqi fasad va hovli qismi ham, binoga kirish yo'laklari va oshxonasi ta'mirlandi. Bugungi kunning eng baxtli pedagoglaridan biri men desam adashmagan bo'laman. Sababi mana shunday davlatimizning biz uchun yaratib bergan imkoniyatlari tahsinga sazovor. Buning bittasi mana shu ochiq budjet portali orqali mana shu bizning maktabimiz, ya'ni uzoq tog'li hududga joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar 5 marta g'olib bo'ldik. Mana shu 5 marta g'olib bo'lganimizdan hamma shart-sharoitlar qilib olindi. Mana shu biz orzu qilgan Toshkent shahridagi yoki uzoq eng zo'r maktablardan ham bizning maktabimiz ziyod bo'ldi. Ko'rib turibsiz, hamma joyiga hamma sharoit bor. Undan tashqari hamisha qishda o'tirsangiz ham yozda o'tirganday bir ko'ylakda o'tira oladigan darajada bo'ldi. Buni hammasida mana shu jonajon O'zbekistonimizning bizga yaratgan imkoniyati deb hisoblayman. Mana shu shart-sharoit bo'lgandan keyin odamni yana ham o'qigisi, ishlagisi kelar ekan. Hozir 8 ball IELTS test olgan o'quvchilarimiz 3 ta bo'ldi. Biz bundan faxrlanamiz. Undan tashqari 29 ta o'quvchimiz milliy sertifikatlar oldi. Undan tashqari $1000 oylik oladigan o'qituvchilarimiz 13 ta bo'ldi. Bularning hammasi oilasi farovon bo'ldi. Sharoitlari yaxshi bo'ldi. Yangi ochiq budjet portali orqali biz moddiy texnika bazalarimizni yangilab oldik. Sharoitlarimizni yaxshilab oldik. Imkoniyatlarimizni yaxshilab oldik. Yaqinda bo'lib o'tgan birinchi marta O'zbekistonimizga bo'lgan mening maktabim loyihasida ham 60 million so'mlik mablag' yutib oldik va unda yana ham moddiy texnika bazalarini rivojlantirish va maktab imkoniyatlarini kengaytirishga biz uchun yangi imkoniyatlar bo'ldi. Mana shu loyihalar, imkoniyatlar orqasida eng quvonarlisi men o'ylaymanki, o'qituvchilarning imkoniyati, saviyasi, bilim darajasi eng yuqori darajada bo'ldi.
O'quvchilarimiz bo'lsa agar oliy ta'limlarga grant asosida kiryapti. Chet davlatlarda grant asosida kiryapti. Bir o'quvchimiz o'tgan yili Amerikaning 3 ta instituti, Angliyaning 3 ta institutiga, ya'ni 6 ta chet davlat institutlariga o'qishga to'g'ridan-to'g'ri grant yutib kirdi. Aytish kerak, ushbu bunyodkorlik ishlari nafaqat infratuzilmani, balki ta'lim muhitini ham yangi bosqichga olib chiqdi. Uning markazida esa bolalarning kelajagi va o'qituvchilarning mehnat qadri turibdi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ta'mirlangan maktab, bino va hovlisi, kirish yo'laklari avvalo o'quvchilar uchun qulay muhit yaratsa, zamonaviy standartlarga mos jihozlangan sinfxonalar o'qituvchilarning samarali mehnat qilishi va ish unumdorligining oshishiga xizmat qiladi. Ochig'ini aytsam, bunday sharoitlar biz uchun orzu edi xolos. Ammo bu darajada tez rivojlanib ketishini biz hech ham xayol ham qilmagan edik. Shu OPM budjet loyihasi asosida bunday zo'r sharoitlar amalga oshirildi. Biz kutmagandik bular amalga oshishini. Hozirgi damda bizning kimyo va fizika xonamiz eng yaxshi jihozlar bilan jihozlangan. Endi bizdan birgina talab faqat rivojlanishimiz, o'qishimiz, intilishimiz xolos. Chindan ham tashabbusli budjet loyihasi asosida bugun hududlar qiyofasi o'zgarmoqda. U yerlarda yashayotgan aholi uchun qulay bo'lgan infratuzilma yaratilyapti. Jumladan o'tgan yillar davomida Boysun tumanida ham mahallalarni obod qilish, bolalar bog'chasi, maktab, sog'liqni saqlash, suv, yo'l, elektr energiya bilan bog'liq ko'plab ijtimoiy masalalar tashabbusli budjet orqali hal etilgan. Ana shunday imkoniyat natijasida tumandagi 6-maktab binosida ham ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Hozirgi paytda maktabda 1622 nafar o'quvchilar ta'lim tarbiya olmoqda. Maktab 1985-yil qurilgan bo'lib, 2008-yilda kapital ta'mirlangan. Tashabbusli budjet loyihasi dasturlari amalga oshirilgandan so'ng 2022-yilda 1 milliard 200 million so'm pul yutib olib, maktabda 159 ta deraza romlarini yangisiga almashtirib olganmiz. 2024-yilda yana tashabbusli budjet doirasi asosida 700 million so'm pul yutib olib, maktabda 30 ga 50 chimli stadion qurib o'tkazganmiz. Yana tashabbusli budjetga 1 milliard pul yutib olib, hozirgi davrda maktabda 119 ta eshiklar hamda maktabda 1100 kvadrat metr o'quv zallari pol qismi bir-biriga almashtirilmoqda. Tashabbusli budjet keyingi paytlarda maktablarda juda qo'l keldi. Yana undan tashqari mening maktabim loyihasi dasturida 60 million so'm yutib oldik. 60 million so'm pulga hozirgi paytda maktabda 2 ta turniket hamda 80 dona kuzatuv kameralari o'rnatish nazarda tutilgan. 2024-25 o'quv yilida maktabda 85 nafar bitiruvchilar 11-sinf bitirib, o'shandan 41 nafari oliy ta'lim muassasalariga talaba bo'lishdi. Demak, bunda hammasida muhtaram prezidentimizning ta'limga bo'layotgan siyosatlari ustuvor deb o'ylayman. Boysun tumani tibbiyot birlashmasining moddiy-texnik bazasini takomillashtirish bo'yicha ham mazkur loyiha doirasida muhim ishlar amalga oshirildi. Xususan, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati va qamrovini yanada oshirish maqsadida ayollar maslahatxonasi, zamonaviy talablarga javob beradigan laboratoriya hamda kardiologiya bo'limi uchun mutlaqo yangi binolar barpo etildi. Natijada tuman aholisi zamonaviy sharoitda sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 2025-yil davomida mana shu tashabbusli budjet doirasida 3 ta loyiha yutib oldik. Birinchi loyihamiz bu ixtisoslashtirilgan kardiolog bo'limi binosini qurish, keyin ayollar maslahatxonasi bo'limi binosini qurish va 3-loyihamiz bu shifoxona moddiy texnika bazasini rivojlantirish maqsadida 100 dona zamonaviy kompyuter yutib oldik. Endi mana shu kardiologiya bo'limini qurish jarayonida ilgari bo'lim eski binoda joylashgan edi. Uning ustiga bemorlarimiz mana shu kardiologik yordam olish uchun ko'proq viloyatga ketib qolar edi. Mana zamonaviy mana shu tashabbusli budjet loyiha doirasida zamonaviy kardiologiya bo'limi qurish natijasida hozir barcha sharoitlar yaratilgan. Echo EKG apparatlarimiz, EKG apparatlarimiz, koagulogramma apparatlarimiz mavjud bo'lib, bundan aholi juda minnatdor. Qolaversa mana shu ayollar maslahatxonasi ham alohida o'zining binosi yo'q edi. Mana shu tumandagi ayollarga qulayliklar yaratish maqsadida ayollar maslahatxonasi bo'limi ham xuddi shunday tashabbusli budjet loyiha doirasida qurib ishga tushirildi. Bundan albatta ayollarimiz mamnun. Barcha sharoitlar yaratilgan. Skrining tekshiruvlari, UZI tekshiruvlari va boshqa turdagi barcha tekshiruvlari tumanda o'zida olib borilyapti. Mana shu tuman tibbiyot birlashmasining moddiy texnika bazasini mustahkamlashda, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishda sifat darajasini yaxshilash, qulayliklar tug'dirishda albatta mana shu tashabbusli budjet loyihasi juda bizlarga qo'l kelmoqda. Albatta bu uchun
hurmatli yurtboshimiz prezidentimizga katta rahmat deymiz. Uni kelajakda ham xuddi shunday shifoxonani moddiy texnika bazasini rivojlantirish maqsadida albatta tashabbusli budjet loyiha doirasida barcha mana shu tibbiyot xodimlarining sa'y-harakati bilan albatta biz yutishga harakat qilamiz. Yangi rejalarimiz bor, loyihalarimiz bor, albatta buni amalga oshiramiz. Surxondaryo viloyati iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy 2025-yil tashabbusli budjetning birinchi mavsumi doirasida Surxondaryoda qiymati 235 ming, undan 7 milliard so'mlik 170 ta, ikkinchi mavsumda esa 218 ming, undan 8 milliard so'mga teng 150 ta taklif g'olib deb topilgan. Ularni sohalar kesimida keltiradigan bo'lsak, umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash uchun 65 ta loyiha, tibbiyot muassasalarining ta'miri va jihoz xaridi uchun 46 ta loyiha, ichki yo'llarni asfalt qilish bo'yicha 152 ta, ichimlik va oqova suv ta'minotini yaxshilashga qaratilgan 12 ta, aholining elektr energiya ta'minoti uchun 12 ta va boshqa sohalar bo'yicha 38 ta loyiha moliyalashtirilgan. Xususan, hududlardagi bu kabi o'zgarish va yangilanishlar aholining yurt ravnaqi, uning obodligi yo'lida jipslashtirib, daxldorligini oshirmoqda. Bu esa juda muhim va ahamiyatli jihat.